Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Bugungi murojaatim mutaxassislarga, ya'ni hamkasblarimizga. Qadrli psixologlar, siz bilan keling bugun ochiqroq tahliliy gaplashamiz. Chunki boshqachasiga gaplashish yo'lini topolmadim rosti. Biz siz bilan deyarli uchrashmaymiz, ko'rishmaymiz. Shuning uchun keling shu yerdan gaplashamiz. Deylik, siz bo'lishingiz mumkin magistraturada o'qiyotgan psixolog, bakalavrda o'qiyotgan psixolog yoki bo'lmasam maktab psixologi yoki qaysidir tashkilotda psixolog, umuman mediada mashhur psixologdirsiz. Umuman aytganda biz hammamiz hamkasbmiz. Va albattaki biz bu kasbni tanlaganimizda judayam bir-birimizga o'xshash muammolarga duch kelganmiz. Birinchi muammomiz bu fanimizdagi aniqlikni yetmagani. Qachon boshlagansiz bilmadim, lekin O'zbekiston doirasida bizani sohamizga tegishli bo'lgan adabiyotlar, bilimlar rostdan kam edi. Hozir ham anchayin kam. Ayniqsa ilmiy adabiyotlar. Biz asosan chet elga, eng kamida Rossiya adabiyotlariga murojaat qilishga majbur bo'lganmiz, hatto o'qiyotgan institutdagi paytlarimizda ham. Demak, bizda ilmiy ma'lumot rostdan ham kam edi. Va ikkinchi narsa, bizda ustoz shogird tizimi uncha ham yaxshi rivojlanmagan soha. Aslan bilamiz, psixologiyada superviziyalar bo'lishi kerak. Chunki hamma soha mayli-yu, bizani sohada выгорание bo'lib ketish juda ham oson. Nima deydilar? Ya'ni aqlingizga sig'dira olmaydigan darajadagi taqdirlar, holatlar, bir voqeliklar bilan kirib kelishganda bitta muzlaysiz, ajoyib bo'lib ketasiz. Bo'ldi, shu ham выгорание qiladi. Yoki haqiqatda mijozlar talabi ko'pligi uchun yoki bo'lmasa rostdan ham bizga shu kasb qiziqligi uchun, balki pul zarurati uchun ustma-ust ishlab qo'yilsa bir nechta mijoz bilan odamlarni hayotidagi og'riqlari, odamlarning hayotidagi muammolarini yuki ezib qo'yadi. Bu ham выгорание qiladi. Yoki qaysidir mijoz bilan gaplashgan vaqtingizda avtomatik o'z hissiyotlaringiz uyg'onib ketadi. U bilan qo'shilib, o'sha og'riqli davrlaringizga borib qolasiz, u bilan birga yashashni boshlaysiz. Hislarni to'xtatish qiyin bo'lib qoladi. Aynan shu vaqtda bizga superviziyalar kerak bo'ladi, lekin bular ham bizda unaqa ko'p emas. Xo'p, bu ham mayli. Sizda bo'ladimi shunaqa voqeliklar? Qadrli hamkasblar, buni yozishingiz ham mumkin yoki shunchaki o'zingizcha o'ylab ko'rishingiz ham mumkin. Psixologiyada aniqlik yo'q, psixologiyada formulalar yo'q. Yechim berish kerak yoki yechim bermaslik kerak, shunchaki eshitish kerak, faqat odamlarga maslahat berish mumkin emas degan umumiy fikrlar ta'sirida konsultatsiyalarga kirganingizda dovdirab qolish, mijoz muammosi oldida o'chib qolish yoki mijozi sizga nisbatan baho beruvchi nigohida to'xtash yoki muammosiga qanaqa tahlillar tuzolmasdan, diagnoz qo'yolmasdan to'xtab qolish yoki faqatgina maslahat psixologiyasidan foydalanib, nasihat psixologiyasidan foydalanib, undan u yog'iga o'tolmaslik yoki psixologiya konsultatsiyasini etiketida eng taqiqlangan narsa o'zingizni mana menda masalan deb o'z keyslaringizni gapirib mijozni chalg'itmaslikdan o'tolmaslik holatlari bo'lganmi yoki bo'lyaptimi? Agar shunaqa bo'layotgan bo'lsa, aniq ayta oladigan javoblarni sizga eslatmoqchiman. Chunki hozir aytgan bosqichlarimiz hammasi mutaxassis sifatida menda ham bo'lgan qachonlardir. Aytmoqchi bo'lganim, psixologiyada aniq formula yo'q emas. Siz ham buni yaxshi bilasiz, aniq formula bor. Narsist bilan qanaqa ishlanadi, narsistik shaxs buzilishi bilan qanaqa ishlanadi, psixopatik buzilish bilan qanaqa ishlanadi, shizoidga nima taklif qilinadi, obsessivga esa yo'q. DSM bo'yicha qaysi kasalliklarning chegarasida biz topamiz va qachon biz ularni mutaxassis doktorlarga yuboramiz, qachon doktordan keyin ishlaymiz, qaysi mijozlar bilan doktorlarsiz ham ishlashimiz mumkin. Qaramliklarni qaysi darajasi bilan bizga ishlashga ruxsat bor, qaysi darajasi bilan esa yo'q. Qaror chiqarishni bilmaydigan mijozlarga qaror topishiga yordam berishimiz mumkin, lekin qaror chiqarish imkoniyati bor-u, mas'uliyatni olishni xohlamaydigan mijozga esa mas'uliyatni olgungacha to'g'ri savol berish qoidasi. Ya'ni bu formulalar rostdan bor.
shunchaki har bir mijoz, tur, xarakter yoki bo'lmasam tipga qarab turib, buzilishga, sarxatga qarab turib alohidadan formula borligi uchun formula ko'p. Aynan shu narsani bilmaganimiz uchun biz umumiy o'zimiz intuitiv deb aytamiz, lekin mana shu so'zga emas to'xtalaman. Ichimizdan kelgan javob bo'yicha, o'zimizda kelgan fikr bo'yicha konsultatsiyada ishlab chiqaveramiz. Lekin bu sizga qutildimmi bergani bilan ichki xotirjamlikni bermaydi. To'g'ri qildimmi, noto'g'ri qildimmi, bekor etib qo'ymadimmi, ish qilib noto'g'ri emasmikan, ertaga bunt qilib kelmasmikan, janjal qilib kelmasmikan degan qo'rquvlarda yashashga to'g'ri keladi. Aslan intuitsiya bu bilimlar hisobiga shakllanadi. Sizda mana shu narsalarni bilganingiz sari yoningizda turgan odamga mana shu narsa tushishini va u o'zini qancha shaxsiyatini berkitsa ham uni elementlari, tashqi elementlari, himoya mexanizmlari uni shaxsiyatini sotib qo'yayotganini bilib turib, unga muvofiq taklif eta olishingiz intuitsiya. Intuitsiya bu faqat ilohiy va inson hech narsa qilmasa ham tikilib, men seni sevaman, sezaman deb tursa yoqilib qoladigan qobiliyat emas. Intuitsiya absolyut tajriba, bilimdan keyin yoqiladi. Va o'shanda biz intuitiv bilayotganimizda mijozni har qancha himoya mexanizmi ishlatayotgan bo'lsa ham, reaktiv hosila bilanmi, boshqa bilanmi o'zini bunaqa mast inson qilib tutayotgan bo'lsa ham, men intuitiv his qildim desak to'g'ri bo'ladi. Chunki biz odamni himoya mexanizmlaridan tashqari ichki holatini bilamiz va qaysi shaxs tipi qaysi himoya mexanizmini qaysi holatlarda ishlatishini bilamiz. Buni fan darajasida o'rganamiz. Ana undan keyin biz uni tushunib turganimiz uchun uni gaplariga laqqa tushib, ha, haqiqatda shunaqa ekan deb ketmaymiz. Unga bildirmagan taqdirimizda ham unga to'g'ri keladigan pozitsiyalarni aylanma yo'l bilan bo'lsa ham yengil beramiz. Mana shuni men intuitiv bilish degan bo'lardim. Ungacha men ham bu ilohiy qobiliyat deb o'ylaganman. Men intuitsiyani ilohiy emas demayman. Aslan har qaysi qobiliyat ilohiy, ya'ni yaratuvchi tomonidan berilgan ilhom, lekin ularni ishga tushirish uchun insonda bilim, tajriba shart. Xullas o'rtoqlar, bizning intuitsiyamiz ochilishi uchun bizga shular kerak. Ikkinchisi empatlik. His qilishni bilmaydigan, hissiyotlari ishlamaydigan mutaxassis mijozni tuya olmaydi. Yoki ortiqcha hissiyoti baland, intuitsiyasi depressivlikdan kelib chiqqan mutaxassis mijozi og'rig'ida qovurilib ketadi. Unga yordam berishga o'zini sarflab tashlaydi. Bu meni o'tmishim haqidagi gaplar. Demak, mana shu narsa ham bizning mutaxassisligimizni buzib qo'yadi. Shu oraliqlarni topish uchun bizga bilimlar va terapiyalar shart. Superviziyalar shart. Xo'p, shuncha ish bor, shuncha maydon bor, shuncha xavotirimiz bor, выгоранияlarimiz bor. Yoki bo'lmasam bilim yetishmovchiligi bor, o'zimizga shubhamiz bor, qo'rquvimiz bor. Shuncha narsa turganda nimaga biza hali ham faqat noilmiy yo'nalishlarni tanqid qilib o'tiribmiz? Nima deb o'ylaysiz? Ular noilmiy, ular nomutaxassis, odamlarni chalg'ityapti, odamlarni buzyapti. Ha, noilmiy yo'nalish yetarlicha, lekin bular qachondir to'xtaydi deb o'ylaysizmi? Men o'rta hisobda 10 yildan beri siqilaman bu narsaga. Yaqinda to'xtadim. Voy odamlarni buzishyapti, voy fikrlarni buzishyapti, voy bu noto'g'ri yo'nalish, nimaga bunaqa qiladi? O'zim har bir mana shu noto'g'ri yo'nalishda borib o'qiganman. Eng yorqin namoyandalarda, eng pikidagi ustozlarda va eng qimmat narxlarda. Azbaroyi fanat bo'lganimdan emas, ichini nimaligini bilishni xohlaganimdan va qatlida buzilishga ketayotganini tushunishni xohlaganimdan, ichida bo'lganim uchun noto'g'riligini yaxshiroq his qilaman. Va meni atrofimda yuzlab yaqinlarim mana shu buzilishlardan aziyat chekishgan, lekin aziyat chekishayotganini ham sezishmagan. Maza qilib eyforiyada yurishgan yillab. Meni dardim ularni qutqarish bo'lgan. Keyin bo'ldi, butun O'zbekistonni bu psixologdan qutqarmoqchi bo'ldim. Lekin bu tugamadi, bilasizmi nimaga? Bitta nomutaxassis, o'sha kinnachi mutaxassis maydondan chiqsa, boshqasi kirib kelaveradi, Xudoga shukr. Nega? Chunki yaxshini yaxshiligini bilish uchun yomonni siz tanishingiz kerak. Shundoq ekan, ilmiy psixologiya shakllanmasa, ular noilmiy psixologiyani qayerdan bilishadi? Shu nuqtadan keladigan bo'lsak, biz ularni kamaytirish haqida emas, o'zimizni sohadoshlarimizni rivojlantirish va safimizni kattalashtirish haqida o'ylashimiz ko'proq kerak ekan. Shu nuqtadan turib, men sizga taklif qilaman.
jamoada mutaxassislik bo'yicha professional psixologlik kursida shug'ullanishimizga. Nega? Bu yerda yana bitta juda nozik joyni ochib ketmoqchiman. Bilasizmi? Ilm hamma narsadan ko'ra ko'proq narsizmni uyg'otadi. Mutaxassis sifatida siz narsizm kuchini juda yaxshi bilasiz. Boshqa til bilan aytganda, ilm eng katta kibrni beradi. Inson shunaqa kibrlanadiki, chunki ayniqsa bo'lib ham psixologiyada ilm deb ham aytib tashlamay, bilimlar psixologiyada javohir topgandek bo'lasiz. Insonni ichki haqiqatlarini, sirlarini, nozik nuqtalarini, yolg'onlarini, orqa tarafini, aytayotgan gapiga ziddi bo'lgan ichki istaklarini, yashirin ehtiyojlarini, nur soya qismlarini bilib qolasiz va aytasiz, bu topilma faqat men topdim va boshqa birov bilmas. Ya'ni siz bilimni bo'lishish xohishini mutlaqo yopasiz va uni ko'tarib yurgingiz, faqat siz egalik qilgisi keladi. Shunaqa bir xudbinlik, narsistlik uyg'onib qoladi. Va bu har qaysi ilmda bor ekan. Hammada bo'lar ekan. Eng katta sinov shuncha ilmda kelar ekan. Va qachonki hayotingizda sizni shoxingizga yurib turadigan, narsizmingizni yumshoq, qattiq, gohida silab siypab, gohida shokoy terapiya qilib, ataka qilib tushirib turadigan ustozlar kelishi kerak ekan. Adekvat ustozlar bilan ishlash orqali bir kun kelib bosilish ham bo'lar ekan va vaqti kelar ekanki, odam tushunib qolar ekan, что egalik qilayotgan bilimlaringiz aslida bo'lishmagunizgacha sizni yelkangizda javobgarligingiz bo'lib qolib ketishini va bo'lishingiz kerak bo'lar ekan va bo'lishi majburiyat, vazifa, shartlikligini tushunganingizda qanaqadir ichkaridan ochilar ekansiz. Bo'lishaman, beraman, bera olaman. Bu qaysidir ma'noda ilm yo'li, bilim topish yo'lidagi narsizmingiz pasaygani bo'lar ekan va keyin boshqa mutaxassislar ham ko'zingiz ko'rar ekan, ular ham bilimlarini, kuchli jihatlarini tan olishni boshlar ekansiz. Chunki siz ustozingiz bilan buni mashq qildingiz-ku, ustozingiz tan oldingiz-ku, bordingiz-ku insonning oldiga. Ana endi siz boshqa hamkasblaringizni ham tan olar ekansiz, ulardan ola olar ekansiz, bilim bera olar ekansiz. Va shu davr kelar ekan. Lekin bundan oldingi sanagan davrlar ham bo'ladi. Siz ham o'zingiz tekshirib ko'rsangiz bo'ladi. Mana hozir meni ko'ryapsiz, rilsingizda chiqdim, umuman chiqib qolganimda qanaqa hissiyot keladi? Ensiz qotib ketadimi? O'tkazib yuborgingiz keladimi? Havas qilasizmi? Jahlingiz chiqadimi? Nima hissiyot uyg'onayotgan bo'lsa ham, Xudo xolasa siz ham bilim olishni mana shu etaplarida bo'lishingiz kerak va bu mutlaqo norma. Xullas, men hozir rostdan bo'lishkim keladigan, qizg'anmaydigan, ayamaydigan va safimiz kengaysa xursand bo'ladigan davrlarga Xudoga shukr ancha yetib keldim va bilasizmi nima? Men buni muxtasar bilan gaplashuvdim. Muxtasardan o'rganganman yoki bo'lmasa men muxtasarni taniyman va uni bilimlarim ham bunaqa deya olish darajasida erkinlashish bu zo'r. Men boshqa mutaxassislarga borib o'qisam, ular xuddi shunaqa bo'lishib aytaman. Darslarim ichida albatta ochiq-ochiq aytaman. Demak, aytmoqchiman, menda hozir o'sha har qaysi sohalarni ko'rib chiqqanimdagi to'plagan, yig'gan, tergan bilimlarim, ustozlardan olgan bilimlarim hammasini to'plangan varianti bor va har bilasiz, yildan yilga bilimingiz o'zgaradi. Hozirgi variantim va o'tgan 2 yil oldingi bilimimdan ko'ra ancha korreksiyalangan va ancha baribir mustahkamlangan. Hozir biz sizga psixolog kerak emas prof kursini startida turibmiz. Hali ochilish sanasi aniq emas, lekin agar siz bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, hali start bor. Chunki start yopilsa, bu video sizga yetib bormaydi. Demak, ro'yxatdan o'tsangiz bo'ladi agar ko'nglingiz ko'tarsa. Albatta keling, mutaxassis sifatida birlashaylik, bir-birimizdan olaylik, o'rganaylik. Men sizga ochiqman. Va bizda bor bilimlarni siz oling, sizda bor keyslardan biz o'rtoqlashamiz va kelajakda keyin kursdan keyin biz siz bilan superviziyalarda yoki jamoaviy ishlashlarda, fikr almashishlarda birlashishimiz bemalol mumkin bo'ladi. Albatta meni ustoz ko'rib kelish shart emas, shunchaki hamkasb o'g'irib kelsa bemalol bo'ladi. Va bu kursimiz 3 oylik, 3 oy ichida men psixologiya maktablarini, etaplarini, shaxsi tipini turkumlarga bo'lishi, nerv sistemasidan boshlab psixoanalitik tahlildagi o'sha
shaxs tiplari, undan keyin himoya mexanizmi ishlatishlari hammasi bo'yicha taqsimlab bo'lib chiqishga harakat qildik va eng kamida 4 ta psixologik maktabni ishlatib, mana shu maktablar nuqtai nazarida inson psixikasiga qarashni ko'rib chiqdik. Bu birinchi o'rinda tizimli bilim, ikkinchi o'rinda mutaxassislik bilimi, uchinchi o'rinda ilmiy. Shuning uchun biz siz bilan bemalol hamkasb sifatida ishlay olamiz. Pastda havola qoldiramiz, ro'yxatdan o'tishingiz mumkin, bemalol hamma ma'lumot bilan sizni tanishtirishadi va balki mana umuman darslarimda ishtirok etmagansiz, bu sizga yana imkoniyat beradi. Siz kurs boshlanguncha eng yaxshi kurslarimizni bemalol, bepulga olib ko'rib chiqishingiz, shug'ullanishingiz, o'zingizni ishonchingizni yoki bo'lmasa o'zingizni o'sha tekshiruvingizni aqlingizni ko'ndiradigan bilimlar bormi, yo'qmi ko'rib olishingiz ham mumkin bo'ladi. Xullas, qadrli hamkasblar, men sizlarni kutaman. Inshaalloh sizga ochiqman. Siz bilan bitta davrada ko'rishsa xursand bo'laman va umid qilaman, qachondir bizda ham psixologlar birlashadigan, jamlashadigan, o'tirib keyslarni bo'lishadigan jamoalarimiz bo'ladi. Hammanglarni mana shu sizga psixolog kerak emas prof kursda kutib qolaman. Salomat bo'linglar.